menda bo'lganda ham kechirimni so'rardim. Men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim. Rashkim kuchli edi, ba'zan urishardim qattiq. U ham oldingi qizlarim eslab so'roqqa tutardi. Undan qizga qizlar endi qiziq emas edi ortiq. Ba'zida qo'ng'irog'im tunda uxlamay kutardi. Arazi yarashardi, yuzini olib qochgan edi. Mehribon edi juda, esa kiyinib doim orzu qilardim. Bir kunga betaraf ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'onsin etilashdi endi go'yo. Meni verdonam edi sarvi qomat ofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari bolim. Meni verdonam edi labi qomat ofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari bolim. Yo'q aslida unchalik chiroyli emas ekan. U ham hamma qizlar kabi oddiy bir qiz, qatori sevgini qoilasida vafoni bilmas ekan. Soddaginam desam u bugun boshqasini xushdori. Uxlamay qo'ng'iroq qilishim kutmasgan asli u shunchaki kech uxlarkan. Men bo'lsam bo'lmasam u ham shayton vasvasasini oldida bo'larkan. Taslim u ham yolg'on gapirarkan, kamimaga muntazam. Ayb menda bo'lganda kechirim so'rardi. Balki uning ayblari menikidan farqlidir, nazabimni uning bitta arazi qilardi. Soxta ekan bu mehr, soxtadir rashk qilishim. Unga qiziq emas asli issiq yupun kiyishim. Tayin bo'ldi xotin bo'lsa umrimni ham yeyishim. Bu gaplari mandi shaqil tilimni tiyishim. Endi bilsam arzimas ekan gulim desam xafa bo'lar gul sof mehrimni u bilmas ekan, lekin qalbimdan ketmadi butkul. Endi bilsam arzimas ekan gulim desam xafa bo'lar gul sof mehrimni u bilmas ekan, lekin qalbimdan ketmadi butkul. Shunaqa bolalarni nima edi? Pul yo'li qiladi-da, katta ko'tarilish sekin bo'ladi-da, shunaqa bolalarni.